dostlar, mening ismim Abduvali, o'zim Italiya Cambrino universitetida o'qiyman. Bugun Supervisalda do'stlar bilan barilanmoqchi bo'lgan temam The Gravitational Wave, ya'ni tortishish kuchi to'lqini. Oldingi hafta, ya'ni 2016 yil 2-oyning 11-kuni olimlar tunji bo'lib tortishish kuchi to'lqinini kuzatib tekshirganligini e'lon qildi. Bu olamshumul natija balkim fizik sohasida yaqinqi 20-30 yil jarayonidagi eng chong bo'sish xarakterlik natija bo'lishi mumkin. Ba'zi do'stlar bu ishning qanday ish ekanligini mendan so'radi. Men ham texnik ko'p do'stlarning tushunish uchun bu ishni texnik oddiy qilib, tushunish tilida bayon qilishni loyiq topdim. Einstein buningdan 100 yil ilgari o'zining nisbiylik nazariyasida tortishish kuchi to'lqinining mavjud ekanligini nazariya jihatdan o'ttirib qo'ygan, lekin hozirgacha tajriba orqali isbotlanmagan edi. 100 yildan keyingi bugungi kunda olimlar tunji bo'lib tortishish kuchi to'lqinining mavjud ekanligini tekshirib kuzatganligini e'lon qildi. Amsa tortishish kuchi to'lqini degan zodi nima? Biz buni qanday tushunamiz? Tortishish kuchi to'lqinining nimaligini bilish uchun avval biz tortishish kuchi deganning nimaligini bilishimiz kerak. Har qanday ikki jism o'rtasida tortish kuchi bo'ldi. Masalan, ikki tal tuxum yoki ikki tal planet. Newton bu olamiy tortish kuchini bunday ifodalagan. Ya'ni massasi 1 yoki massasi 2 nihoyat cho'ng bo'lsa, biz buning kuchini his qila olmaymiz. Xuddi ikki tuxumning o'zaro tortish kuchini biz his qila olmaganga o'xshash. Dal mush kuch sababli Quyosh yer sharini o'ziga tortib turdi va o'zining orbitida aylanishga majbur qildi. Bu klassik holatdagi oddiy tushuntirilish, ya'ni buning hech qanday zamon, makon degan hukmlar yo'q. Lekin Einstein bu ishni boshqacha tushuntirgan. Einstein har qanday ikki jism o'rtasidagi tortish kuchini ular paydo qilgan bo'shliqning egilishidan kelib chiqqan deb qaragan. Ya'ni Quyosh bo'shliqni bu shaklda egayotganligi uchun yer shari bu egilgan bo'shliqda Quyoshning tortish kuchi uchraydi degan gap. Bu tortish kuchidan hatto nurni qochib qutulolmaydi. Masalan, Yiroqdagi A nuqtadagi yulduzdan tarqalgan nur tuz siziqni bo'ylab kelib, Quyosh yaqin kelgandan keyin Quyosh tarafidan egilib o'tilgan bu bo'shliqda ma'lum miqdorda egib, oxiri yer shariga yetib keldi. Demak, bizning ko'zimizga u yulduz B nuqtada ko'rinadi. Amaliyotda bo'lsa u yulduz A nuqtada. Bo'shliqning egilishini tasavvur qilish sal tez, lekin biz buni bunda o'ylasak bo'ldi. Ya'ni to'rt atrofini tortib turgan bir raqning ustiga eg'ir bir jismni qo'ysak, raq ostiga egiladi. Ya'ni bo'shliqning mush shaklda egiladi. Demak, bunday egilgan bo'shliqda boshqa planetlar Quyoshni cho'gilab, ayni harakat qilmay boshqa amal yo'q. Mana bu Einsteinning tortish kuchi to'g'risidagi nazariyasi 100 yil burun o'tirib qo'yilgan. Endi tortishish kuchi to'lqini degan gapga qaytib kelaylik. Ma'lum bir eg'ir jism bo'shliqda tezlikcha harakat qilgan chog'da atrofga tortishish kuchi to'lqini qo'yib berdi. Xuddi tinish suv yuziga bir tal toshni assaq, atrofga to'lqin qo'yib berganga o'xshash. Ikki olam jismi bo'shliqda bunday aylanib harakat qilgan chog'da atrofga tortish kuchi to'lqini qo'yib berdi. Ikki odam qo'lda tushib cho'gilganda o'xshash tortish kuchi to'lqini chiqadi, lekin buning miqdori intayin kichik bo'lib, biz buni qat'iy his qila olmaymiz. Xuddi Taklamakan cho'lligining o'ttirsida turgan bir odam Las Vegas ko'chalarida ketayotgan ikki odamning parag'ini tinishamagan o'xshashli bir ish. Bu qatim kuzatgan tortish kuchi to'lqini dal bundan 1 milliard 300 million yil yiroqlikdagi ikki qora o'nkurning bu shaklda yo'gilan harakat qilib, aylanib, oxir bir kishidan shakllangan g'oyat zo'r tortish kuchi to'lqindir. Bu to'lqin olam bo'shlig'ida nur tezligida kengayib 1 milliard 300 million yildan keyin dal bizning yer sharimizga yetib kelgan. Demak, bu qatim olimlar kuzatgan bu signal bundan 1 milliard 300 million yil burungi ikki qora o'nkurning o'zaro bir kishidan shakllangan signaldan iborat. Quyoshning nuri odatda Quyoshdan yer shariga yetib kelish uchun 8 minut vaqt ketadi. Demak, biz ko'rayotgan Quyosh 8 minut burungi Quyosh bo'lib, agar mush daqiqaning o'zida Quyosh g'oyib bo'lsa, biz buni 8 minutdan keyin his qila olamiz. Tortish kuchi to'lqini bo'shliqni egib tarqalganligi uchun yer shariga yetib kelgan chog'da yer sharini ma'lum miqdorda suzdi yoki qisidi. Bu suzilish yoki qisilishning miqdori intayin kichik bo'lib, buning miqdori odatda 1000 ko'paytirilgan 100 trillion kilometr uzunlikdagi bir narsaning taxminan 5 millimetr uzunlikdagi o'zgarishiga barobar. Bizga yetib kelgan bu tortish kuchi to'lqini yer sharini intayin kichik miqdorda suzib yoki qisqaligi uchun yer yuzidagi har qanday bir jismning uzunligida intayin kichik o'zgarish paydo qildi. Olimlar bu o'zgarishni
ikki dona LIGO deb atalgan interferometrlik tekshirish uskunasi orqali kuzatgan. Dolqin yetib kelgandan keyin bu uskunaning ikki qanoti kichikkina uzraydi yoki qisqaraydi. Bu kichik o'zgarishni biz lazer nurining interferensiya xususiyatidan foydalanib kuzatamiz. Ya'ni buning prinsipi qanday degan chog'da lazer manbasidan lazer chiqib ikki parchalandi va 4 kilometr masofani besib o'tib, qarshisidagi aynakka tegib keyinga qarab mangdi va o'tiridagi aynakda yana birikib, o'ng tarafdagi ekranda signal ko'rinishga boshlaydi. Bu 4 kilometr uzunlikdagi ikki qanotning kichikkina uzunlik o'zgarishi o'ng tarafdagi ekranda signal o'zgarishi paydo qildi. Mana bu olimlarning tortish kuchi to'lqinning mavjudligini isbotlash jarayoni.